Birinchi savol. S3 H2 OH'dan 2 ta. Qutbli kovalent bog'lar soni nechta? 8 ta bo'lsa, x toping deyapti. Bu yerda qutbli kovalent bog'lar soni nechta ekan? 8 ta ekan. Ushbu birikmadagi x ni toping deyapti. Bizga bilamiz, begona metal massalar o'rtasi asosan qutbli kovalent bog' bo'ladi. Ikkita bir xil metal massa o'rtasi yoki nisbiy elektromanfiyliklari bir xil bo'lgan elementlar o'rtasidagi bog' bu qutbsiz kovalent bog' bo'ladi. Hozir bu birikma uchun, ushbu birikma uchun mana bu SS bog'lari qutbsiz kovalent bog' bo'ladi. Bu birikmadagi kislorod vodorod o'rtasi qutbli kovalent bog', keyin uglerod bilan kislorod o'rtasi ham qutbli kovalent bog' bo'ladi. Qaytaraman. Kislorod bilan uglerod o'rtasidagi bog' qutbli kovalent bog' bo'ladi, chunki elektromagnitlar ayirmasi qutbli kovalent bog'ni ko'rsatadi. Keyin kislorod bilan vodorod o'rtasidagi bog' qutbli kovalent bog' hisoblanadi. Bu ham qutblikni ko'rsatadi. Nisbiy elektromanfiyliklari ayirmasi kislorod bilan vodorodniki 0.3 dan katta, 1.8 dan kichkina raqam chiqishi kerak. O'shanda bo'lsa qutbli kovalent bog' bo'ladi. Agar nisbiy elektromanfiyliklari ayirmasi 0.3 dan kichkina chiqsa, demak qutbsiz kovalent bog' hisoblanadi. Qutbli va qutbsiz kovalent bog'lar asosan metal massalar o'rtasida vujudga keladi. Begona metal massalar bo'lsa qutbli, bir xil metal massalar bo'lsa qutbsiz bo'ladi asosan. Yoki elektromanfiyliklar ayirmasidan ham bilib ko'rsak bo'ladi. Endi bu yerda undan tashqari yana CH bog'i ham qutbli kovalent bog' hisoblanadi. Bu birikmada CC bog'i, CO bog'i, OH bog'i va CH bog'lari mavjud. Shular ichida mana bu 3 ta bog'. OH, CH va CO. Uchalasi qutbli kovalent bog' hisoblanadi. Endi bu birikmada yozsak C3 H nechidir? X va OH Bizga ma'lum bu birikmada 4 ta qutbli kovalent bog' borligi aniq. 1, 2, 3, 4. Lekin bundan yana nechta bor qutbli kovalent bog' borligi shuni topishimiz kerak bo'ladi. Demak, bizda javob 4 chiqdi. Xo'sh, bunga ko'ra C3 H2 kislorodlar mana bu yerda bitta jami bu x ta vodorod bo'lsa, shundan 4 tasi OH o'rtasidagi qutbli kovalent bog'. Jami qutbli kovalent bog'lar soni 8 ta. 4 tasi mana bu yerdan 1, 2, 3, 4. Demak, qolgan x mana buni hisobiga bo'lyapti. Chunki har bitta vodorod bittadan qutbli kovalent bog' hosil qiladi uglerod bilan. Shuning uchun x teng 4 chiqdi. Demak, H 4 bo'lgan.